Xurmo. Ushbu meva meni hayotimda muayyan bir voqealarni yodga solishi bilan ajralib turadi. Xurmoni ilk marotaba ko'rganimda, eshitganimda va tatib ko'rganimda O'zbekiston Respublikasida, ya'ni juda kichkina bola edim, O'zbekistonda Farg'ona degan joy borligini, Farg'onada Quva degan bir qishloq, tuman borligini bilgandim. Chunki o'zim Andijon Xonoboddanman va bizni hovlimizga ilk marotaba xurmo ko'chati va xurmo mevasi shu Farg'ona Quva tumanidan olib kelingan. U joylar Quva tumani bog'dorchiligi bilan juda mashhur. Keyingi qiziq voqea bir hazil tariqasida bo'lgan, to'g'ri hazilga yo'yib yuborilgan voqea bo'lgan. Men tanimaydigan va meni ham tanimaydigan bir insonlarning suhbatidan eshitgan edim. Hazil tariqasida latifa misolida aytilgan edi. Bu latifa siz bilan bo'lgan voqeaga yaqin bo'lsa, aniq o'sha ekan deb o'ylamang, aniq u emas, chunki men bu voqeani juda bir begona odamlardan eshitganman. Bir akamiz juda aqlli, o'qimishli, ilmli inson. Xuddi o'zi singari ish jamoasida ishlab yurib, hamkasblariga xurmo mevasini ilinmoqchi, ya'ni mehmon qilmoqchi bo'lgan, ularga ilingan. Bizda Shevada shunday deyiladi, baham ko'rmoqchi bo'lgan. Kech kuz yoki qishni boshlanishi bo'lgan, xurmo mevasi anchagina yumshoq, juda yumshoq, plazma holatiga yaqin holatga kelib qolgan bo'lgan. Ko'chalarda sotilayotganda o'sha holatda olib kirib, ishxonadagi hamkasblariga ulashgan, olinglar, yeylar degan. Hamma maza qilib yeb turgan vaqtda akamiz odatda introvert inson deb o'yladim men. Bu xulosa bu. Hamkasblarning oldida yod foydali degan gapni aytibdi va birdan hamma jim bo'lgan, akaga qaragan va yana ishda davom etgan, birov e'tibor bermagan. Akani o'zi jilmayib qo'yavergan. Bu voqea degan qaysidir bir tanishlarimning oldida aytilgan, ochiqlangan va bu o'sha tanishlarimning oldida ham kulgili eshitilgan. Nimaga aynan yod foydali, xurmoga nima aloqasi bor deganda, bu yerda akamizni aqli, ilmi, zehn darajasi ancha yuqori bo'lgani sababli o'z darajasiga ko'ra ma'lumot bermoqchi bo'lgan. Xurmo mevasi tarkibida yod moddasi qolgan mevalarga qaraganda anchagina ko'p bo'lganligi sababli yod foydali degan ma'lumotni aytgan va buni eshitgan tanishlari shu joyni o'zida juda bir kulgi latifaga yo'yib bir latifa topishgan. Kimni qo'lida, qayerda shuni eshitgan insonlar xurmo haqida gap ochilsa yoki xurmoni ko'rishsa, bir-biriga qarab yod foydali deb kulib qo'yishar ekan. Va shu hamkasblarni mehmon qilgan akamizni eslashar ekan. Yodga olishar ekan. Men eshitganimda men uchun ham kulgilidek tuyulgan, lekin asl hikoyani oxirini eshitganimda, mazmun mantig'ini tushunganimda u qadar kulgili tuyulmagan. Sababi u yerda bir insonni shunchaki yanglishishi bor, xolos. Bu yerda noto'g'ri yoki hazilga olinadigan joy yo'q edi. Bunaqangi juda bir arzimas, saviyasi past bo'lgan fikr bo'lmagan bu. Men shunday hisoblayman. Shunchaki mos muhitga aytilayotgan gapda bu akamiz aytgan va reaksiyalar natijasida, munosabatlar natijasida bilganki, bu o'sha muhit uchun bo'lmagan bu gap. Bunaqangi kalit so'zlar orqali umumiy mazmunni ilib oladigan darajadagi siz aqliy salohiyat, IQ deyiladimi, jamoat tarkibidagi boshqa biror insonda bo'lmagan. Shuning uchun crossword yechib turish kerak. Crossword, scanword, rebus, shu kabi boshqotirmalar insonga anchagina foydali. Salomat bo'lasizlar. Sizlar bilan o'zi bir muhandis Omadjon Abdulaziz va ilmiy ommabop sahifamiz Omadjon Manual. Omon bo'linglar.